Assalomu alaykum, hurmatli Boston Makler kanali obunachilari. Bugungi sotuvimizda 2020-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt bo'ladi, mexanika. Bu mashinamizning afzallik taraflari bo'lib berish asosida xarid etsangiz ham bo'ladi. Mashinamizda motor hadovoylarida umuman ayblari yo'q. Mashinamiz polni shumki bo'lgan ekan. Balonlar amali yaqinda toza qo'yilgan. Salonlarına keladigan bo'lsak, yaxshisidan chexol, polik qo'yilgan. Mashinamizda monitor bor, registratorlar var, multirul, 166 bin kilometr o'zini halol yurgani, 80 lik metan, prostoy, pakayinlamas. Mashinamiz polni shumki bo'lgan, motor hadovoylarida ayblari yo'q, taqir tuqurlari yo'q. Kraskasidan keladigan bo'lsak, kraskasi shopper tarafining pastida ozroq kraskasi bor ekan, qolgan yeri rodnoy deb aytib turibdi egalari, o'zlari uchun tekshirib olasizlar. Bu tarafdan ishlarni ko'radigan bo'lsak, mashinamiz top-toza, taksiga chiqmagan. Yaxshi stansiyada turibdi. Bemalol olib haydashga tayyor. 166 bin kilometr o'zini yurgan halol probegi 2020-yilda birinchi qo'l minilgan mashina. Narxini keladigan bo'lsak, agar bo'lib berish asosida sotib oladigan bo'lsangiz, egalarining oldidan 50-60 million so'm pul berib, qolganini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Agar naqd pul asosida sotib oladigan bo'lsangiz, mashinamiz narxi 110 million so'm kelishiladi. Pastda telefon nomerlariga bog'lanib, bemalol kelib, ko'rib, ustalaringiz bilan tekshirib, haydab ko'rib, xarid etsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.